Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining Abdul xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında olsun. Al Jazeera to'rining 14 iyundagi xabariga ko'ra, 14 iyun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining 50-qitimliq umumiy yig'ini Janvada o'tkazilgan bo'lib, mazkur yig'inda 47 davlat Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiliklarini ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan. Hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelitni Sharq Turkistonga aloqador kishilik huquq dokladini tezdan e'lon qilishga chaqirgan. Mazkur yig'inda Gollandiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Paul Bekris 47 davlatga vakolatan Michel Bachelitga xitoban so'z qilib, uningdan 2 yil avval e'lon qilinganligi aytilgan dokladning nimishqa hozirgacha e'lon qilinmaganligini so'ragan. U yana Sharq Turkiston to'g'risida favqulodda vahimalik paketlarning o'tirg'i chiqayotganligini ta'kidlab, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini to'xtatishga chaqirgan. Lekin peshqadam kishilik huquq faoliyatchilarining ko'rsatganidek, kuchlik va konkret jazo tadbirlari bo'lmagan ahvolda axloqiy majburiyatlar ko'proq ta'kidlangan bu xil bayonotlarning Xitoyning jinoyatini to'xtatishga yetmaydiganligi qilsig'mas haqiqatdir. Aynion News to'rining 14-iyundagi xabarda ko'rsatilishicha, Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni islom dunyosiga to'nitish va Uyg'urlarning Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan ko'rishini qo'llash maqsadida islom ziyolilari, parlament a'zolari, qonunshunoslar, siyosiylar va jurnalistlarning ishtirok qilishi bilan 12-iyun Istanbulda Sharq Turkistonni qo'llash temasida xalqaro yig'in uyushtirilgan. Yig'inda Dunyo musulmon ulamolar birligining bosh kotibi Ali Qardag'iy so'z qilib, islom dunyosini Sharq Turkiston musulmonlarini qo'llashga, jumladan butun islom dunyosidagi olimlarni va imomlarni o'z davlatidagi xalqlarga Sharq Turkiston masalasini tonishtirishga va Xitoyning jinoyatlarini oshkorlashga, barliq musulmonlarni Xitoy mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan. U yana musulmon ellarining rahbarlarining Uyg'urlar uchun nurg'un ishlarni qila oladiganligini, agar mushbati davomli sukut qilaversa, Allohning oldida hisob berolmaydiganligini bildirib, ularni amaliy harakatga o'tishga undagan. New York vaqti gazetorining 16-iyundagi maqolasida ko'rsatilishicha, Patiyaqinda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining rasmiy kuchga ega bo'lishi bilan aslida jiddiylik to'lgan Amerika-Xitoy munosabati texmi yiriklashadigan. Xitoy Amerikaning bu jihatdagi tanqidlarining asossiz ekanligini va o'zining buningga qaytarim zarba beradiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning konkret qanday tadbir qo'llanadiganligi hozircha noaniq. Egilishicha, Amerikadagi bir qism parlament a'zolari Xitoy hukumati qasdan o'z xalqi orasida ajallik virus tarqatib, shu orqali g'arbliklarni yuqumlantirishga o'rnatdi degandek so'zlarni qilganligi va bu tipdagi o'zaro qaralash mujodalarining to'xtamay davomlashib turganligi. Shundaqla Xitoy davlat taratqullarining Xitoy buqralarini Amerikaga qarshi kuch ko'rsatishi natijasida aslida Amerikaga xeyli moyilligi bor Xitoy buqralarimi Amerikadan qattiq norozi bo'lishga boshlagan. Ya'ni ikki hukumat orasidagi o'sh adovat muqarrar ravishda xalq orasiga yeyilishga boshlagan. Lekin Amerikada taratqular va boshqa uchur manbalari Xitoydagidek davlat tarafidan kontrol qilinmag'achqa, Amerika fuqarolari orasida hali ham umumyuzlik Xitoyga qarshi jamoat fikri shakllantirilmaganligi ma'lum. Independent to'rining 16-iyundagi xabariga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet 15-iyun Janvada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 50-qitimliq umumiy yig'inida o'zining Sharq Turkiston ziyoratidagi to'salg'ular haqida safar jarayonida cheklamalar bor edi. Ham yerni qoplagan Tojikiston virus vabosi cheklamalari sababli ahvol texmi og'ir bo'ldi. Sharq Turkistondagi ziyoratim jarayonida Xitoy amaldorlari boshdan oxir yenimdan ayrilmadi degan. Shundaqla Michel Bachelet yana o'zining Sharq Turkistondagi birmi Uyg'ur mahbus bilan so'zlashishga yo'l qo'yilmaganligini, Sharq Turkistonda erkin faoliyat qilinmaganligini bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining mazkur yig'ini boshlangan kuni, ya'ni 13-iyun Michel Bachelet o'zining navbatdagi vazifa muddatini tamomlagandan keyin davomli vazifa o'tashni xohlamaydiganligini bildirgan va buningga xususiy omillarning sabab bo'lganligini aytgan edi. Lekin aloqador tahlilchilar Michel Bacheletning mag'lubiyatlik Sharq Turkiston ziyoratidan qaytib keliblar, kishilik huquq faoliyatchilarining kuchli tanqidiga uchraganligi sababli mushunda qaror chiqarganligini ilgari surishmoqda. Bloomberg to'rining 16-iyundagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistonda zavod ochgan Volkswagen shirkati o'zining Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq jinoyatlariga sherik bo'lganligi to'g'risida barg'ansari kuchli ayblashlarga duch kelgan. Va nazoratchilik hay'ati a'zosi Joergi Hoffman garchi Volkswagen shirkatining Sharq Turkistondagi zavodida birarsining xo'rlanganligiga oid hech qanday paket bo'lmasa-mu, ammo shirkat bu vaqtdagi ayblashlarni astoydil tekshirish kerak degan. Shirkatning boshqa mas'ullari o'zlarining yer shari miqyosidagi ta'minot zanjirida majburiy emgak chetishlik ahvollari yo'qligini, Sharq Turkistonda bu xil ahvol ko'rilmaydiganligini ta'kidlagan. Holbuki Germaniya hukumati kishilik huquq andishlari sababli yaqinda Volkswagen shirkatining Xitoydagi tijorat uchun xatar sug'urtasini yangilash talabini rad qilgan. Egilishicha, Xitoy Volkswagenning eng chong bozori bo'lib,
Mazkur şirketning umum setilish miqdorining taxminan 40% Xitoy bozoridan keldi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.